O qadrli do'stlar, andijonliklar, ko'ngil yaqinlar. Mana Qoraqalpog'istonda cho'llar ichidamiz. Yantoq, mana yantoqlar, saksovullar, qumlar, qum tepalar, atrof bepayon cho'l. Xudo xolasa hop, sayrga chiqdik. Bu yog'i mana oxiri ko'z qamashib ketadigan darajada qumlar, oxiri yo'q, poyoni yo'q cho'llar. Nihoyatda chiroyli joylar. Qoraqalpog'iston Respublikasi. Havo lekin yaxshi, toza. To'rtko'l tumanidamiz. Ota yurt degan ovuldan jonli efir qilyapmiz. Turkmanlar yashaydigan ovul. Birorta ham o'zbek, qozoq, qoraqalpoq aholi yo'q bu yerda. Barcha turkmanlar turkman tilida gaplashishadi. Hop. Atrofda juda ham katta tepaliklar, qumdan bo'lgan tepaliklar, uydan ham baland tepaliklar. Shu tepaliklardan birining ustiga chiqqanman, past mana ancha pastda. Asosan bu yerda ajoyib bir haligi cho'lda o'sadigan o'simliklar, asosan yantoqni ko'rish mumkin, saksovulni qurigan holatda endi o'sib yotibdi. Sindirib olsangiz mana bunaqa shaklda tandirga yoqadigan darajada quruq. Shunaqa qum tepalar cho'lda juda ham ko'p ekan. Hop. Lekin aholi oshiqcha darajada mehmondo'st. Hop. Suhbati chiroyli, samimiy, yaxshi insonlar turkmanlar. Mehmondorchilikka taklif qilishyapti. Kunda maktabda abetimiz bekorga tekin. Abet tashkil qilingan. Mana yaxshi joylar, lekin kelib dam olgani kelganda maza qilib yuradigan joylar bu yerlar. Hop. To'g'ri, endi Andijondaqa bir sharoiti zo'r bo'lmasligi mumkin. Andijondaqa masalan suv bemalol bo'lmasligi mumkin. Lekin ama gaz nihoyatda bemalol bu yerda. Haligi odamlarning soddaligi, odamiyligi, demak birinchi o'rinda nihoyatda yaxshi. Biz o'zbeklar oson kelishib ketdik. Hozir Andijon viloyatidan 2 kishi kelganmiz. Men bilan Qo'rg'ontepa tumanidan yana bir akamiz bor. Lekin turkmanlar bilan oson til topishdik. Yaxshi insonlar ekan. Nimasi bo'lsa bizga ilinyapti. Yaxshi kelishyapmiz, xudo xolasa. Hop, bepoyon cho'llar mana. Qum barxanlari. Xudo xolasa yaxshi. Hop, aloqa ham yaxshi chiqyapti hozir. Yusel yaxshi ishlaydi ekan bu yerda. Shunday gaplar. Yana bir aylanib kelinglar Qoraqalpog'istonga, To'rtko'lga. Kelsanglar bir dam olib ketadigan, haqiqatda tinch joylar, asablar dam oladigan darajada tinch. Kamol ehtirom va hurmat bilan Zaynobiddin Rahmonov.